Ko'p yashang. Men sizni kelinim emas, o'zimni qizimdek ko'raman. Hamma yoq chala tozalangan. Men bu kirlarni chala yuvsatdim. Qo'lingda boshqatdan tozalab yuvgin. Xo'p bo'ladi oyijon. Menga qara, shkopdagi hamma kiyimlarim dazmollangan bo'lsa, bu oxirgi marta senga tushuntirishim. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Aptingizni qarang, chochlaringiz to'zib o'tiribdi. Ani qo'shnilarni kelliga qarasangiz suqingiz kiradi. Bir-biridan chiroyli. Qaragan saringiz qaragisi keladi. Xo'p bo'ladi oyijon. Ertaga ota-onangizga ayting, kartamga pul tashasin. O'zim sizga qo'yni olib beraman. Xo'p bo'ladi. Namuncha miyang'isan, chiroyli ham emassan, mehr berishni ham bilmaysan. Ota-onang senga norin tarbiya bermagan. Ye onang. Ota-onamga umuman pul tekkizmay, ota-onam shunaqa chiroyli tarbiya berganlari uchun sizlarga chidab yashab o'tiribman. Ha? Boshida rosa shirin tuyuldi-mi? Endi yoqmayapmanmi? Ota-onam rosa chiroyli tarbiya berib, keyin sizni oldingizga jo'natgan meni. O'zingiz yaratgan Dilshodaga chidab yashashga majbursiz.